إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Kunlar o'tib, oylar cho'gilib, tarixlar aylanib, sil bilan biz Alloh subhanahu va taolaning marhamati bilan yana bir muborak oyga ulashdik. Mana mushu daqiqa, mushu minutlarda, kunlarda biz mushu muborak oyda yashayotimiz. Bu mübarek ayının xushpuroqlari bilan nafaslanyapmiz. Mana bu ayni Rasul sallallohu alayhi va sallam alohida yaxshi ko'radi va bu oydagi ibodatlariga alohida e'tibor bilan qaraydi. Imom Ahmad rahmatulloh alayhi naql qilgan hadis sharifda mundaq deyilgan: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر. يعني حدثنا مزمونة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم مشو أيلادا روز tutup fakat iftar qilmaydiganini kayni kun mümkün roz tutadi. Biz Rasulullah bu iftar qilgandak emas deb, bir Rasulullahning iftar qilish niyati bordek emas deb to'xtaydi. Lekin Rasulullah roz tutmaydi. İftar qilib, ya'ni roz tutmagan holatda o'tkazdi bu kun, bu oylarni. Biz Rasulullah roz tutganda qilmaydi. Va kana ahabbus-sawmi ilayhi fi Sha'ban. Rasulullah'a en suyumlik roza Şaban aylık roza idi deb Enes ibn Malik radıyallahu anh şundaq deydi. Bu hadisten biz nima tushunamiz? Birinchisi, Rasulullah mushu Şaban ayının başlarida bir kunnim qo'ldan bermay roza tutganligi. Şaban ayının shundaq oxirgi kelgan vaqtida rozani tark etadiganligi. Ve Şaban ayı tutgan roza farz rozlarla qilib qolsa Rasulullah'a en suyumlik roza ekanligini bilib olaymiz. Yani sahabeler mushundaq bizga Rasulullah'ning Şaban ayidagi hayotini bizga mushundaq yetkazib o'tdi. Hamda bizdan burun o'tgan solih, taqvo, peshvo kishilarimiz mana bu oydagi daqiqa, minutlarni qo'ldirib bermay, toat, ibodat va yaxshi amal solih bilan o'tkazatdi. O'zlarining kamchiliklariga, nuqsonlarga tövbe istig'for etadi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam sil bilan bizni mushundaq qimmatlik vaqtlarda bir g'aflat bo'lib qolmasin deb bizni ogohlantirib mundaq deydi: "Zaka shahrun yaghfalu anhu kathirun minan nas." Mana bu Şaban ayı bo'lsa shundaq bir oyki, ko'pincha kishilar bu oydan g'aflat qoldi deb sil bizni ogohlantirgan oy edi. Sizlar biz yashayotgan bu muborak oyda har bir mu'min musulmonning bir yillik nomi amal daftari Allohning huzuriga suniladi. Bu vaqtda Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu shundaq deydi: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. Ey Allah'ın peygamberi, men sizning oylar ichida bu Şaban aydak bir roz tutganlarni ko'rmadim. Yani bunun sebebi nima? Şaban ayida ajoyib bir kunlarni roz Ramazon bilan o'tkazilgo deb so'rasam, Rasulullah javob berib shundaq dedi. Bu Ramazan bilan Rajab o'ttirsi kelgan bu Şaban ayı bo'lsa, kishilar g'aflat qilgan ay. Bu birinchisi. İkincisi, zaka shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Bu ayda, bu mübarek ayda insonlarningki nomi amal daftarlari Allohning huzuriga suniladigan ay. Bu ikkinchi. Üçüncüsü, ve ana uhibbu an yu'rada amali ve ana saim.
mening nomi amal daftarim Allohning huzuriga sunilgan vaqtida o'zimning ro'za tutgan holatda bo'lishini yaxshi ko'raman deydi. Manda 3 sabab bilan bu oyda men shunday ko'p ro'za tutaman demoqchi. Bu hadisdan nima tushunib olamiz qarindoshlar? Bu hadisdan bu oyni ko'pincha kishilar g'aflat o'tkazadiganligi. Ya'ni shu Ramazonni oldidagi bu oyni g'aflat o'tkazadiganligi. İkincisi bu ayda her bir mümin Müslümanın yaxşı yaman qilmishi nomi amal daftari Allohning huzuriga sunilganligi. Üçüncüsü Rasulullah deydi, bu ayda hey Müslüman, üzerinin nomi amal daftari Allohning huzuriga sunilganda üzerinin halini, üzerinin qanday holatda ekanligini Allohning ko'rishini yaxshi ko'rsan demakchi. Yani mush ay mush kunlarda bizning 1 yillik Alloh qilgan bandichiligimiz xulosalanadigan ay. Mana bizning nomi amal daftarimizni yakunlaydigan mavsum ayi bu qarindoshlar. Har bir mu'min musulmon Allohga iymon etgan, Allohning rasulini haq deb iymon etgan bir inson biz o'zimizning mush oylarda nomi amal daftarlarimiz Allohning huzuriga sunilgan mushu daqiqa minutlarda o'zimizni qanday holat ko'rishni xohlaymiz. Allah subhanahu wa ta'aladan aymingan, Allah'tan hayo qilgan, dinning xizmatini qilgan, mu'minlarning xizmatini qilgan, og'zimizdan go'zal so'zlar chiqayotgan, o'zimizga, dinimizga, musulmonlarga foydali ishlarni qilayotgan, kech kunduz tirishayotgan, Allah rizaligi uchun samimiy sadoqat bilan fidokorlik qilayotgan, ya'ni mushundoq yaxshi holatda nomi amalimizning Allohning huzuriga sunilishini xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Mencha har bir mu'min musulmonning ajoyib bir orzusi bu. Hammamiz orzu qilamiz. Uning aksicha, o'rinlik qilayotgan, uxlayotgan, musulmonlar bilan kor yo'q, dinning g'amini qitmi qo'ymagan. Tek onun aksicha onun kendinden gap tepiyotgan, musulmonlarning ish qilayotganlarning kendinden pitniga taqtiyotgan, kallı suqishtirayotgan, boshqalarni nodonga bilmaydiganga, faqat o'zining ham to'g'ri yo'lga ketib qolgan bilan bijilayotgan. Ya'ni ya o'ziga foydali, ya bir mu'minga foydali, hatto bir uchar jonivor hayvonlarga foydali bir ishni qilmay, qo'ldan ish kelmay, himmatsiz, g'ayratsiz Muşundaq holatda nomi amal daftarlarimizning Allohning huzuriga sunilishini qaysi birsimiz xohlaymiz qarindoshlar? Hech qaysimiz xohlamaymiz. Unda bo'lgan ekan, mushu ay, mushu kunlarni qadrlayli, yaxshi amal solihni qilish bilan bu oyni o'tkazaylik qarindoshlarimiz. Bu ay mana ashundaq qimmatlik ay. Hadis şerifte yana bir muhim nokta bor qarindoshlar. U bo'lsa-mu Rasulullah fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim dedi. Mening nomi amal daftarim Alloh sunilgan daqiqalarda o'zimning ro'za tutgan holatda bo'lishimni yaxshi ko'raman dedi. Bunda degani qarindoshlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah Celle Celaluhu'dan ne kadar haya kıldığı ifadelengen. Yani nomi amal daftari etinjilanayotgan paytlarda Rasulullah o'zining ro'za tutgan holatda Allohning ko'rishini xohlaydiganligini bildirgan. Masalan, sizlar biz bir idora jamiyati ishlaydi ekanmiz. Bizga bir o'qituvchi bugun yuqoridan shu 1 yillik xizmatni xulosalaydigan guruh tövanga tushdi. Hammadan ishxonasida mushni kutib o'ltasin desa, biz yuqoridan xizmat tushgan guruhning o'zimizni qanday holatda ko'rishimizni xohlaymiz qarindoshlar. Mana bu masala. Ya'ni siz Allohning barliq va birligiga 24 soat qilgan gapimizni anglab turdiganligi, ish harakatlarimizni ko'rib turdiganligiga iymon etgan bir mu'minlar. Bizda Allohdan hayo qilish tuyg'usi bo'lish kerak. Bormi yo'qmi bizda? Bo'lganda-mu kuchli tuyg'u bo'lish kerak. Hayo tuyg'usi bo'lish kerak qarindoshlar. Hey, bizningki yaqinlarimizning
bizni yaxshi ko'rgan, bizni sevgan kishilarning oldida qanday holatda bo'lishni xohlaymiz? Eng yaxshi holatda, gaplarimiz go'zal, kiyimlarimiz pokiz. Mushundaq holatda boshqalarning oldida ko'rinishni xohlaymiz-yu, shu insonlardan hayo qilamiz-yu, Alloh subhanahu va taoladan sizlar biz hayo qilib baxtliqmi qarindoshlar? Sizlar so'rashinglar mumkin. Nimadan hayo qilamiz? Boshqa gapni qo'yaylik, boshqa ishlarimizni qo'yaylik. Biz Alloh subhanahu va taolaga ibodat qildik. İbadet kılıvatımız. Muş ibadetimiz Allah'ın büyük makamına layık mı, layık emas mı? Biz muş kusur nuqsan bilen tuşup ketken ibadetni Allah'a takdim kılganlığımızdan ayak baktım bırakıdım kardeşler. Bazı ölümalarımız deydi. Ey insan, ey Müslüman, sen ya Allah'ın uluğluğuna layık ravişte namazını samimi astoydil ado qil. Agar bo'lmasa undaq ishkim Alloh bilan tug'digan namozingni loyiq bir ilonni o'zing tepib ol deydi qarindoshlar. Biz ya o'zimizga foydasi yo'q, ya o'ziga foydasi yo'q. Mushundaq bekor o'tkazgan vaqtlarimizga o'ksinib, xursinib Bırakıtım ya Allah deb Allah'dan hayo qilib baxtliqmi? O'zimizni tekshirib, musulmonlarning beshiga kelgan kunlarga, turmida ahuzar qilayotgan och singillarimizga, din uchun turmularning cho'nqur qarang'ulada yetayotgan qarindoshlarımızga hech nim qilib berolmaligimizdan, qilsaqmi o'zimizga tushgan mas'uliyatning miqdori bo'yicha shular uchun bir ish qilmayotganligimizdan o'ksinib Allohdan hayo qilib baxtliqmi? Sil bizga Alloh subhanahu va taolo bergan imkoniyatni din uchun, islomiyat uchun xizmat qildirmayotganligimizdan hayo qilib baxtliqmi? Allah bergan mahoratlarimizni, Allah bergan ortiqchilarimizni Allah rizoligi uchun ishlatamayotganlikdan yo ishlatmaganlikdan, ishlatsak-mu shaxsiy manfaatimiz uchun ishlatganligimizdan hayo qilib baxtliqmi qarindoshlar? Allah subhanahu va taolo bergan ilm, bilimlarimizni Allohning dinini nashr qilish, haqni ustun qilish, batılga qarshi turish yo'lida ishlatdikmi? Şu vaqt qalam tavratdikmi? Şu vaqtda so'zladikmi? Şu vaqt kishilarga haqni bayon qildikmi? Mush Uyg'ur musulmonlarining beshiga kelayotgan zulm, zulm degan gap ozlik qildimi? Elg'o saqadan gaz gatcha qorg'ulamu chidiyolmag'dik darajada bo'lib navbatda. Biz o'ylab, o'zimizning shaxsiyatchiligidan, o'zimizning mas'uliyatsizligimizdan, o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatni mushu yo'lda sarf qilmaganligimizdan hayo qilib biraqatim xijillik his qilib baxtliqmi qarindoshlar? Allah subhanahu va taolo bergan mol mulkimizni Allah rizoligi uchun, Allohning dini uchun ishlatishda naqadar baxillik qilganligimizdan Allohning huzurida, Allohning oldida bir bosh ko'taylik holimiz bormi qarindoshlarimiz? Hammamiz bilamiz. Oldimizda mahsharga maydonida yakki yegona holatda Allah subhanahu va taolo bizdan birlab hisob olganligi, bizdan islom haqida, islomga tegishlik majburiyatimizni ado qilmaganligimiz, butun mas'uliyatimiz haqida birlab hisob olganligini unutib qoldikmi qarindoshlarimiz? Rasululloh mana bu hadis sharifda o'zining Alloh jalla jalaluhudan naqadar qilganligini bayon qildi.
Sil bizdeki haya tuygusu qanchalik, mana mush ayda mushni o'lchaydigan, mushni baholaydigan, o'zimizni tekshiradigan muborak bu oyni qarindoshlar kallamizini silkib o'tib o'tkazaylik. إسلامنا هدية من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان